Abi, 4 xonali fayzli uyga kelganmiz, bu uyimiz sotuvga chiqyapti. Общий maydonimiz 94 kvadrat metr, uyimiz 2-qavatda joylashgan. Xonalar, sanuzellarimiz hammasi alohida. Manzil Yunusobod 9-kvartal, shunda Konechkaning oldida. Maktab, bog'cha, targ'ov kompleks, infrastrukturalar juda ham qulay 2 qadamli yo'nalishimizda. Xo'p, bu yo'lning narxi egalari 117 ming so'rashyapti. Har doimdek kelishiladigan joylari bor. Ma'lumot uchun telefon raqamlar har doimda opisaniyada. Endi uyga ko'rib chiqamiz. Qarang, asosiy podyezddan kirishimiz bilan mana bu planirovkani qarang, koridor prixojiyni kattaligini. Keyin chap tarafdan boshlaymiz, bu tarafdan birinchi xonamiz. Bu xona, bu planirovkada xonalari ham katta-katta. Konditsionerlari bor, akvaromlari bor. Remontli, top-toza, ozodigina uy. Bu yog'imiz ikkinchi xonamiz. Xo'p, bu yoqda sanuzel va o'ng tarafida yana bitta spalniga mo'ljallangan xona. Bu yoq mana spalni, 3 ta xona bo'ldi. Bu yog'imiz mana sanuzelimiz. Va 4-asosiy xonamiz mana mehmon kutadigan gostivoyimiz. Remontlarni ko'rib olasiz, ozoda, chiroyli, kelib живой ko'rsangiz bundan ham chiroyli ko'rinadi. Xo'p, bu yoq tarafimizda oshxonaga yuraverishimizda bizda hojatxonamiz ham bor. Umvonliklari ham qo'yilgan, o'rnatilgan va oshxonaga kiramiz. Mana, abi qarang, mana oshxonasi juda ham katta, mягкий mebel, stul. Дополнительный 5-xona o'tirib завтрак obed uchun, oilaviy uchun juda ham qulay возможность. Va oshxonamizda balkonga ko'chirilgan balkonimizning kattaligini bitta ko'rsataylik. Eniga 2 metr 20 sm, uzunasiga sal kam 7 metr bo'lyapti. Men qo'llarimni qo'ysam, bir-biridan yetib bormaydi ham. 117 ming kelishilinadi. Tezda aloqaga chiqing va like bosib qo'ying.